Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, bizni kuzatuvchilar. Yana bitta xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Bishkent fuqarolar yig'ini Vatan ko'chasida sotib turganingiz. Juda zo'r joyda joylashgan. Food City gacha 25 kilometr, Yangi yo'lgacha 30 kilometr. Ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, svet, suv hammasi bor. Mana ko'rib turganingiz uyingiz oldida mana shunaqa suv, kattagina suv oqib turadi. Xonadonimizni hamma kadastr dokument hujjatlari joyida. Umumiy maydoni 15 sotiq. Ichidagi yashash xonalari 8 ta. Umumiy yashash xonalari 8 ta. Endi uyda egasini aytishi bo'yicha o'zi uchun qurgan, buni zarurat bo'lib qolgan uchun sotuvga qo'yilgan. Qolgan joylari mana o'zingizga moslab turib, bu yoqlarni shvakni yoki mana patolog qismlarini tugatib olsangiz bo'ladi, remont qilib. Xonadonimizga mana kirganingizda shunaqangi mana bu hovli qismini ham tekislab, burchatkami kirganingizda bu yoqda ham bitta xonasi bor. Bitmagan. Hovli qismi keng. Bu tomonida bitta, ikkita, uchta ham bitta ayvoni bor, choy ichib o'tiradigan. Xonalarni ham ko'rsatamiz. Xonalarning ichi yaxshi holatda. Oshxonasi. Bu yoqda podvali bor, pastda. Bu yoqda ham yana bitta. Xonalari zo'r. Kirib bemalol yashasangiz bo'ladi. Holati yaxshi. Kirganingizda bitta xona. Qo'yish uchun mana xonalarga alohida eshiklar olib qo'yilgan. Chap tomonda bitta katta zal. To'g'rida ham bu ham bitta kattagina xona. Bu tomonda ham bitta xonasi bor. Hovli qismida umumiy ko'rinishi, bu yoqda mana molxonasi, agorod sug'oradigan bo'lsangiz, mana shu tomondan suv keladi. Joylashuv juda zo'r joyda joylashgan. Mana kattagina. Bu atrofda bog'cha yo'q ekan. Detskiy bog'cha yo'q ekan. Bog'cha qilaman desa ham juda zo'r. Xonalari ham keng. Uyi o'zi ham katta. Mana shu joyiga detskiy plashatka qilsangiz juda mos tushadi. Hojatxonasi, molxonasi, bu yoqda tovuqxonasi. Bu xonadonimizga hozirgi so'ralayotgan boshlang'ich narxi 50 ming AQSh dollari. Yana kelsangiz joyida xona uyli egalari bilan gaplashib savdo qilsangiz ozgina kelishadigan joyi bor.